Hurmatli Kreativ korporatsiyamiz hamkorlari, men Ozoda Payg'ambarqulova Kreativ korporatsiyasida period menejerdaman. Xudoga shukr, 9 oydan buyon shu korporatsiyada o'z ish faoliyatimni yuritaman. Bunaqa korporatsiyaga kirib kelganimdan eng avvalo Allohga shukr, afsuslanmayman. Aynan shunday korporatsiyada oddiy uy bekasi bo'lib turib ham yaxshigina daromadlar olayotganimdan avvalo Allohga rahmat, afsuslanmayman. Va shu komandada o'zimni ko'rishimga, komanda tuzib ketishimga ishongan, menga yordam bergan oldindan eng katta rahmatlarim o'zimning jigarim, opam Jamilaga va bizning menejerimiz Xolid opaga kattadan katta rahmat. Shu yerda sotaman deb turib olgan taqdirimda ham sotishimga yo'l qo'ymagan, olaman degan insonlarni ham aytib o'zimni joyimda qolishimga sababchi bo'lgan bu Xolid opa bo'ladi. Shuning uchun eng katta rahmatlarim, tashakkurnomalarim Xolid opaga. Bu yerda hamkor bo'lganlar, bo'lmaganlar bor, hamkor bo'lmaganlar hech qachon o'ylanmaysizlar. Sizdan ketayotgan 28.900 rubl bu sizga 90 yillik uchun beriladigan investitsiya. 28.900 rublga mana 30.000 rublga yaxshi produktda qilgan taqdiringizda ham 2 hafta boring 3 hafta yaxshi yashaysiz. Misol, yaxshi ovqat yeysiz, yaxshi taomlanasiz. Lekin mana shu 30.000 berayotgan pulingizga siz 90 yil davomida millionlar olishingiz mumkin. O'zingiz uchun, o'zingizning biznesingiz uchun, o'zingizning oilangiz uchun kirgizayotgan 30.000 investitsiyangizni hech qachon o'zingizdan ayamang. Chunki bu dunyoga kelib o'zingiz uchun ham yashab qolishingiz kerak-da. Men hech qaysi bir ayolda misol uyingizda ishingizni qilmang deyman yoki lekin har bitta ayol o'zini biznes ledi qilib ko'rish kerak hayotda. Eng chiroyli sahnalarda, eng chiroyli shaharlarda o'zini tasavvur qila olish kerak. Ayollar orzu qiladi, erkaklar maqsad qo'yadi. Shuning uchun bizning orzularimiz orzuligicha qolib ketadi. Shuning uchun har bitta insonga tavsiya berardim, orzu emas, maqsad qo'ying. Bu narsaga yetish uchun misol yaxshilab tushuntirib bergan taqdirimizda turmush o'rtog'imiz ham bizni qo'llab-quvvatlaydi. Faqat to'g'ri tushuntira bila olish kerak. O'sha sizga berilayotgan start vinabor bor, kufiyat vinabor, belinabor. Mana shuni siz turmush o'rtog'ingizga ayting. Men shuncha yil davomida misol uchun bunaqa katta nabor olmaganman. Kichkina bunaqa nabor olmagan. Men 100% kafolat beraman-da, bunaqa qimmat nabor olib hech kim ishlatib ko'rmagan. Lekin mana shu kelib biz mana shu narsaga musharraf bo'lyapmiz. O'zimiz uchun 30 minglik naborni olib 100 xodimimizga ishlatib qo'yamiz. Turmush o'rtog'ingiz uchun, oilangiz uchun o'zingiz yosh ko'rinib yurishga haqqingiz bor-ku, to'g'rimi? Kimlardir 2 ta farzandi bor, kimlardir 3 ta, 4 ta, 5 ta farzandlari borlar bor oramizda. O'ta bitta kichkina bolasi bilan mana shu insonlar ham ishlayapti. Yosh bolam bor, vaqtim yo'q, ishlayman. Bu narsa prosta bir bahonada, lekin chin ko'ngildan xohlagan inson uyda o'tirib ham ishlaydi. Faqat korporatsiyadan xuddi Ferza opam aytgandek zerikmaslik kerak. Ishlash kerak, faqat ishlash kerak. Shu bilan birga aytib o'tib ketaman. Hozir yana tojikchalar kamina oramizda tojik oyamiz. Assalomu alaykum, hamkorona tojik. Xushomdidon, konferensiya imom.